Inson tanasida keraksiz deb o'ylaydigan a'zolar bor, lekin ayrimlari aslida yashirin vazifaga ega. Hozir 7 tasini aytaman. Oxirgisini ko'pchilik umuman bilmaydi. Ko'richak ko'p odamga keraksiz tuyuladi, lekin u ichakdagi yaxshi bakteriyalar uchun yashirin ombor bo'lishi mumkin. Ya'ni tanangiz o'ziga zaxira tizim qoldirgandek. Aql tishi ilgari jag' kattaroq bo'lgani uchun siqqan. Hozir esa ko'pincha joy topa olmay tiqilib qoladi. Shuning uchun ko'pchilikda muammo aynan shundan boshlanadi. Dumg'aza dum qoldig'i deb kulishadi, lekin u o'tirganda mushak va boylamalar uchun tayanch. Ya'ni ko'rinmaydi, lekin ish qiladi. Uzun kaft mushagi, palmaris longus, bilakdagi pay ba'zi odamlarda umuman bo'lmaydi va ko'pchilik buni sezmaydi. Qiziq tomoni, jarrohlikda shu payni boshqa joyni tiklashga ishlatishadi. Plantaris, boldirdagi juda kichik mushak pay. Kimdadir bor, kimdadir yo'q. Shunga qaramay, ko'pchilik yurishda farq sezmaydi. Tanamiz turlicha komplekt bilan keladi. Yarim oy burma, ko'zning ichki burchagidagi kichkina parda. Ko'pchilik umuman payqamaydi. Uni 3-qovoqning juda kichik izi deb tasavvur qiling. Vomeronazal organ, burun ichida. Burun to'sig'ining old qismiga juda yaqin joyda is sifatida uchrashi mumkin. Uning odamlarda ishlashi bahsli. Shuning uchun eng sirli keraksizlardan biri.